Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultiyi rəhbərləri Amerika paytaxtı Washingtonda xalqaro dini erkinlik yig'iniga qatnashib, Amerika parlamentinin a'zolari, har qaysi davlatlarning diplomatlari va Amerikadagi elchilari bilan ko'rishib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga akilish uchun bir yurish lobby faoliyatlari olib borgan. Dünya Uyghur Qurultiyi rəhbərlərindən Qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin, Qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, Qurultayning oliy maslahatchisi, Uyg'ur akademiyasining raisi Dr. Rishad Abbas, Qurultayning oliy maslahatchisi Ömer Qanat, Qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas ve Uyg'ur tədqiqat mərkəzinin direktori Abdukim İdrislardan təşkillangan bir heyət 2 fevraldan başlap Amerika paytaxtı Washingtonda içiladigan xalqaro dini erkinlik yig'iniga qatnashib, Amerika parlamentinin a'zolari, har qaysi davlatlarning diplomatlari va Amerikadagi elchilari bilan uchrashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga akilish uchun bir yurish lobby faoliyatlari olib borgan. Xalqaro dini erkinlik yig'inining ochilish marosimi Vengriyaning Amerikadagi bosh elchixonasining sohibxonligida o'tkazilgan va bu marosimga Amerika parlamentining a'zolari, Amerikaning dini erkinlik bosh elchisi, har qaysi davlatlarning diplomatlari va Amerikadagi elchilari qatnashgan. Dünya Uyghur Qurultiyining rahbarlari bu marosimga alayda taklif bilan qatnashib, marosim jarayonida Slovakiyaning sobiq bosh ministri, Amerika parlament a'zolari va Amerikaning diniy e'tiqod alayda elchisi va xalqaro diniy e'tiqod institutining boshlig'i bilan ayrim ko'rishib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va bu qirg'inchilikning hilmi ham davom qilayotganligini, Sharq Turkistondagi mavjud vaziyat va Xitoyning bu qirg'inchilikni oqlash uchun olib berayotgan ta'tir tashviqotlari, Xitoyning chegara halqagan bostirish haqida samimiy suhbatda bo'lgan. Xalqaro diniy erkinlik yig'ini Washingtonda o'tkaziladigan yillik faoliyat bo'lib, dunyo miqyosida e'tiqod erkinligini ilgari surish va diniy ziyonkashlikka qarshi turishni maqsad qiladi. 90dan ortiq tashkilotning qatnashishi bilan u har xil diniy guruhlarning rahbarlari, faoliyatchilari va siyosatchilarni bir yerga jam qilib, vijdon va e'tiqod erkinligini dunyoda oldin qo'ringa qo'yishga chaqiriq qiladigan bo'lib, bu yig'inning maqsadi e'tiqod erkinligini umumyuzlik inson huquqi sifatida qo'g'dash, ziyonkashlik uchirg'uvchilarning ovozi bo'lish va dunyo miqyosida diniy ziyonkashlik bo'lgan ongni o'stirishdan iborat. Mazkur yig'inning tunji kunida mutaxassislarning qatnashishida maxsus muhokama yig'inlari o'tkazilgan bo'lib, Zumratay Erkin unumli hamkorlik va sohalarni bog'lash temasidagi maxsus munbarda that has led to various campaigns, for example in Canada and many other places in Europe as well. And so I would like us to remember that students can be Dolqin Aysa Efendi yerlik təşviqatni dünya siyasəti bilan bağlaş dini erkinlik üçün muvaffaqiyatlar empower local advocacy. Sometimes the people and the city underestimate, but I believe is playing a role to the whole international accountability. I just share some all community experience. Ömer Qanat chegara sirtidagi adolat, diniy vijdon mahbuslarini himoya qilish, Abdukim İdris din yoki e'tiqod erkinligiga qarta xatarlar normallashganda qatorliq maxsus munbarlarda Sharq Turkistondagi davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik, Xitoyning qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatlari, diniy bostirishlari va chegara halqagan bostirishlar temasida so'z qilib, Uyg'ur masalasi va Sharq Turkiston masalasini kun tartibga olib kelgan. Mazkur yig'inga diniy rahbarlar, buxroviy tashkilot vakillari, faoliyatchilar, hukumat amaldorlari, diplomatlar, har qaysi davlatlarning parlament a'zolari va mutaxassislar qatnashadigan diniy cheklamalar, ziyonkashlik va dunyodagi demokratik jamiyatlarda e'tiqod erkinligining roli, dunyodagi diktator davlatlarning diniy bostirishlari, buningga qarshi kurash qilish strategiyasi va hal qilish choralarini o'ttirib qo'yib muhokama olib boradigan, davlatlarga tavsiyalar sunadigan, har yili o'tkaziladigan xalqaro bir seminariya bo'lib, bu qatimqi munbar Dünya Uyghur Qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya markazi, Uyg'ur harakati va Uyg'ur tadqiqot markazi qatorliq 15 tashkilotning hamkorlashishi va qo'llashida o'tkazilgan. Dünya Uyghur Qurultiyining bayonotchisi
ve Dünya Uyghur Qurultayı Vakfı'nın reisi Profesör Dr. Erkin Ahmet 29 yanvar günü Türkiye paytaxtı Ankara'da Büyük Birlik Partiyasının kurulganlığının 30 yıllık yığınıga Dünya Uyghur Qurultayı vakaleten qatnaşıp Uyghur meselesini o'ttirib qo'yib o'tgan. Büyük Birlik Partiyası 1993 yılı 1. ayda kurulgandan beri Şarkı Türkistan davasını qo'llab kelayotgan ve her fırsatda Uyghur meselesi ve Şarkı Türkistan meselesini Türkiye parlamenti ve yığınlarda o'ttirib qo'yib kelayotgan partiyalardan biri. Bu qıtımkı yığınıga Profesör Dr. Erkin Ahmet, Dünya Uyghur Qurultayı ve Uyg'urlarga vakaleten teklif bilan qatnaşqan bo'lib, mazkur partiyaning reisi Mustafa Desteci Efendi yığında qilgan so'zida Profesör Dr. Erkin Ahmetning Dünya Uyghur Qurultayı vakaleten bu yığınga qatnaşqanligiga alayda rahmetini bildirib, Sharq Turkiston davası ve Uyghur meselesi mazkur partiyaning qurilish programmasining bir qismi ekanligini, buningdan keyinmi davomli Sharq Turkiston xalqining yanada ekanligini, Sharq Turkiston davosiga ega chiqish va Uyg'urlarning yanada turish mazkur partiyaning jumladan butun turk xalqining voz kechishga bo'lmaydigan majburiyat ekanligini ta'kidlagan. Guardian gazetining 31 yanvardagi xabarida faoliyatchilar Angliyadagi Salisbury cho'ng cherkovidan Xitoyning Dahua texnik shirkati ishlab chiqargan kameralarni elib tashlashni talab qilgan va yana Gretsiyadagi qadimiy Partenon ibodatxonasiga mas'ul organlarga xat yozib, bu ibodatxonadagi Hikvision ishlab chiqargan kameralarni söküp etishni talab qilgan. Guardian gazeti bu haqda bu ikki shirkat Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashligiga yordam berganligi ve Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilish jarayonida Rossiyaga yordam berganligi ma'lum bo'lgan hozir Dünya Uyghur Qurultayı ve Rossiya armiyasiga mablag' salmoq nomli tashkilot demokratiya ve kishilik huquqning asosiy simvollarini saqlaydigan o'rinlarda bu ikki shirkatning kameralarining mavjudligiga qarata yangi andishlarni o'ttirib qo'yishdi. Bu ikki shirkatning Uyg'urlarni aniqlash va soqchilarning dokladlarini avtomatlashtirish uchun loyihalangan yuz tanish sistemasiga chetishligi borligini o'ttirib qo'ygan deganlarni ta'kidlagan. Mazkur xabarda o'ttirib qo'yilishicha, Dünya Uyghur Qurultayı Salisbury cho'ng cherkovining bexatarligi mas'ul xodimiga va Gretsiyadagi qadimiy Partenon ibodatxonasiga mas'ul organlarga maxsus xat yozib, Dahua ve Hikvisionning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni kontrol ve nazorat qilish mexanizmida rol o'ynaganligini va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida mas'uliyati borligini eskartgan. Hürmetli ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha amon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.